Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana keyingi Samarqand darvozamizni ham bitirdik. Farhod savxozga Al-Buxoriy ko'cha ekan bu yer. Juda katta darvoza bo'ldi bu. Kraskalarla dayvo germetichni bo'ldi. Bu darvozani zakaz qilishdan oldin faqat razmerga adashmaslik kerak, beton qo'yishdan oldin. Bir xuddi shu mos ekan, shunga shunday chiqdi. Hamma razmerga ham tushavermaydi bu darvoza. Kraskalar dayvo germetichni darvoza. Ovozi chiqmaydi darvozadan. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana keyingi eshigimizni ham mustanovka qilib oldik. Cho't qaraga matовый bo'ldi. Germetichni, stiklovatый o'rtalari. Mana ochilib yopilishlari. Mana orqa tomoni. Ularni MDF'dan qo'yib berdik. Uni keyingisi. Zamonlarni uстановka qilyapmiz hozir. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana keyingi darvozamizni ham tugatdik ishlarini. Farhod savxozga nasib bo'lsa. Samarqand darvozamizning yangisi. Matve bo'ldi. Qora bo'lib qora emas, ko'k bo'lib ko'k emas. Boshqacha svet. Kraskalar dayvo. Ovoz chiqmaydi darvozamizni. Hamma joy germetichni.